Max Tuning'dagi Chevrolet Onix avtomobilimiz tayyor holatga keltirildi. Bu avtomobilimizga qilingan ishlarni ko'rsatib, birma-bir obzor qilib beramiz. Birinchi navbatda avtomobilimizning salon qismidagi detallari pelitashga qilindi, black piano qilindi, LED fara o'rnatildi, shum izolyatsiya qilindi, Malibu 2 bar hamda rullari koja qilib berildi. Xo'p, endi ko'rsatib detalni obzor qilamiz. Torpedkadagi oq sifat seriya chastlari ikkita bo'ladi. Bu yoqda nima yo'qdik tepa chastlarini zamish и kojadan kombinatsiya qilib pelitashga qilib berganmiz. Juda ham chiroyli turadi. Bu zamishga biz garantiya beramiz. To'kilib ketmaydi, yomon bo'lib ketmaydi. Xolisi. Rullarini ham yangi kojadan pelitashga qilib berganmiz. Zavod bilan birga bir. Tochka ham farqini topa olmaysizlar. Hamda avtomobilimizning eshigidagi detallari bo'ladi, mana seriya. Orqalari ichida plasmas bo'ladi, oldilari oq sifat seriya koja bo'ladi. Bularni ham kojani pelitashga qilib berganmiz. Salon black piano qilindi, ruldagi detallari, Malibu usti, klimat atroflari, obshivkadagi detallari black piano qilingan holatda turibdi avtomobilimizdan. Bundan tashqari avtomobilimiz to'liq shum izolyatsiyadan chiqqan. Cho'nchiklari hamma yog'i karpet qilingandan ham ko'rib bo'lib turibdi. Hop, orqa obshivkalarni ham ko'rsatamiz, mana bular ham pelitashga qilingan. Avtomobilimizning patolog qismlarini qoraytirib berganmiz. Yaxshi zo'ridan bo'lgan, qaranglar. Qop-qora bo'lib turadi, mana shunaqa akkuratni. Krugoy beton tonirovkada yurganda ichi ko'rinmaydi. Avtomobilimizda xuddi shunaqa beton qilib tonirovka qilingan holatda. Hop, mana oynalarni yopamiz, ichkaridan ko'rinishini ko'rib olinglar, bitta o'zingiz uchun. Endi tashqaridan anaqa beton bo'lib turibdi. Mana o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Idealni chiqqan LED faralari bilan. Xizmatlar bo'lsa Max Tuning'ga aloqa etib ko'rasizlar. Chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizlarni kuzatib boringlar, bizdan arzonlashib